Assalomu alaykum Tashkent Motors Xorazm filari obunachilar. Bugun sizlarga xudo xolasa ikkita bartavoyimizni solishtirib o'tamiz. Bittasi Forland T5 va ikkinchisi o'zimizni TM02 bo'ladi. Forlandimiz yakka balon bo'ladi, TMimiz esa qo'sha balon bo'ladi. Bularni qulayliklari, nima ustun tomoni bor, o'zaro hammasini hozir video davomida xudo xolasa ko'rsatib ketamiz. Xo'sh, Forland T5 1.6 lik Nexia Dons motor, TMimiz esa 1.3 lik Nexia Sons motor bilan jihozlangan. Ikkalasi ham sepli motor bo'ladi. TMimizni ot kuchi 83 ot kuchidan iborat, Forlandimiz esa 116 ot kuchidan iborat bo'ladi. Xo'p, bortning uzunligiga keladigan bo'lsak, Forlandimiz 280 uzunligi va eniga 156. TMimizni bortning uzunligi esa 270 ga, eniga 175. Eniga bu uzunroq, lekin uzunligiga Forlandimiz 10 sm ko'proq. Shuncha yana nima qilishimiz mumkin? Balonlari 14 lik. Bularni eng kerakli, endi aytib o'tiladigan joyi ramalari. Forlandimiz ko'rib turibsiz, bunda rama yo'q, o'zimizni Laboga o'xshaydigan profil bilan jihozlangan bo'ladi. TMda esa usulini qilingan rama 2 qat bo'ladi bemalol. Ramasi bemalol kabinani oldigacha borgan. Ya'niki siz ertaga mabodo bartavoyni olib tashlab yoki kabinani ham bemalol o'zgartirib bilasiz. Chunki ramamiz oldigacha o'sha gazellarga o'xshab eng oldigacha borgan bo'ladi. Bu sizga qo'shimcha qulaylik yaratadi. Yuk ko'tarish hajmini ko'proq qilishga sizga yordam beradi. Salon qismiga keladigan bo'lsak, ikkalasiga ham bemalol konditsionerlari bor, rullari elektron, ikkalasini ham magnitofonlari bor. Xo'p, salon qismida Forlandimiz 5 talik mexanik korobka bilan jihozlangan bo'ladi va bizning TMdan ochig'ini aytish kerak, tan olish kerak, nisbatan kengroq o'tirgan paytingizda anchagina keng. Lekin bu sal bo'lsa ham pastda joylashgan bo'ladi. Yerdan sal pastga joylashgan bo'ladi. TMimiz esa balandroqda joylashgan bo'ladi. Hozir TMdan salonni ozgina ko'rsatib o'tamiz. Qo'shimcha qulayliklari endi konditsionerlar bor aytdik, oynalar elektronik ko'tarilib tushiladi. Endi TMimizga keladigan bo'lsak, TM salgina torroq, lekin anchagina balandda o'tirasiz. Ko'rish masofasi anchagina yaxshiroq joylashgan bo'ladi. Bu ham 5 talik mexanik korobkadan iborat. Magnitofon, Bluetooth hamma narsasi, konditsionerlari aytganimizdek bor. Buni eng kerakli va qiziq joyiga keldik. Narx masalasi. Xo'sh, Forlandimiz 184 million va qo'shimchasiga 7% sizga cashback beriladi. Ya'niki skidka bo'ladi. TM esa 170 million narxi, qo'shimchasiga sizga xohlasangiz propan, xohlasangiz metan o'rnatib beramiz. Bu o'sha 170 millionning ichida. Faqat bu aksiyamiz shu oyning oxirigacha, ya'ni bugun 18 dekabr bo'ladigan bo'lsak, 31 dekabrgacha amal qiladi. Shoshilib qoling, moshinalarimiz soni cheklangan. Kimga yana batafsil ma'lumot kerak bo'ladigan bo'lsa, pastda nomer qoldiramiz yoki Tashkent Motors Xorazmga kelib, moshinamizni ko'rishlaringiz mumkin bo'ladi. Hammangizni Tashkent Motorsda kutamiz. Bundan ham qiziqarli videolarni o'tkazib yuborishlik uchun bizga albatta obuna bo'lish esdan chiqmasin.